Juda ko'pchilik ko'rgan bu kontrollerlarni, lekin asosan ularning sxemasini juda ko'pchilik bilmaydi. Hozir biz sizga onlayn qisqacha tushuncha berib o'tamiz. Xo'p, asosiyga blok pitaniya qo'yiladi, ya'niki 220 ni 24 volt qilib bergani. Mana bu yerda o'zi ma'lumotlarini ham berib o'tgan. Bundan 220 kiradi va ikkita pitaniya chiqaryapti. Birinchisi, ya'niki pultimizga asosiy pitaniyani beradi birinchisidan. Bu o'sha yorug'liklarni nastroyka qilsangiz bo'ladi. Bundan har xil o'zingiz kayfiyatingizga qarab tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Ikkinchisi kontrollerga kiradi. Kontrollerlarni mana shu boshdagi 24 deb yozib qo'ygan joyiga kiradi degan va pastdan chiqib ketib polni har bitta diodga alohida pitaniya boradi. Ko'rib turganingizdek alohida boryapti. Qolganlari esa bitta shunga ulanyapti, bo'ldi. Tepadagi bular nima desangiz, ulangan narsalari. Xo'p, bundan ketyapti, sensorga ketyapti. Bundan ketyapti, sensorga ketyapti. Xo'p, 3 ta kabel chiqqan. Ko'rib turgan bo'lsangiz, minus, S va plus. Bunimiz datchik. Datchikdan asosiy 3 ta kabel chiqyapti. Ko'rishingiz mumkin mana. Qizil, qora va sariq. Bundan qora minusga ulanadi. S yozilgan sariq va qizil shu plyusga ulanadi. Bu tomonda ham bitta datchik bor. U ham xuddi shu holatda ulanadi. Pastdan ham svetni o'chirishingiz mumkin, tepadan ham o'chirishingiz mumkin. Bunga qanaqa ulanadi? S1 da S2 ga ulanadi revers orqali. Ya'niki mana sariqdan ketyapti degan. Bu yerga kirib to'xtayapti, bu yoqdan chiqyapti ikkita kabel. Bu yoqqa kiryapti degan sariq bo'lib qaytib chiqyapti. Borib turib S2 ga beriladi va xuddi shu holatda kontrollerlarimiz ishlaydi.